keldi programmasini a'lo sifati va ishonchiligi bilan iste'molchilarning olqishiga erishgan qadimiy namoyilari alohida qo'lladi. Oshpaz keldi programmamizni qizil bug'i vitaminli quvvat ichimligi va huzur tuyg'usi atgan chayni bozorga solgan Urumchi hayot sochchaklik shirkati alohida qo'lladi. Qizilbayroq kompyuter shaharchisining o'dilidagi Aydaliya muzikalik chayxonasi sizning tug'ilgan kun, xotir kun, shunaqla har xil cho'ng kichik yig'ilishlarni o'tkazishdagi eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Maxsus korxonchi savdogarlar uchun loyihalangan ayrim xonalar savdo ishlaringizga qulaylik yaratsa, kona do'stlar va saboqdoshlarning yig'ilishi uchun loyihalangan ayrim xonalar sizning har xil ehtiyojingizni qondira oladi. A'lo mulozimat, go'zal muhit, mazali taomlar sizni texmo xushal qiladi. Yemek-ichmek sohasidagi yangi yulduz Aydaliya muzikalik chayxonasi. Arg'illik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. 大家好，你们正在收看的是由爱德利亚餐厅冠名播出的《大厨来了》，我是节目主持人帕兹。Do'stlar, yaxshimsizlar, shu topda huzuringlarda bo'layotgan har xil tug'ilgan kun o'ltirish va yig'ilishlarni o'tkazishga intayin mos keladigan Aydaliya choy taomlari tajidorligidagi Oshpaz keldi programmasi. Men program riyosatchisi Fazilat Keram. Programmamizning qadimiy China yurishlik yog'lari alohida qo'llagan. Undan boshqa programmamizda yana huzur to'ygi suti atganchi va o'shki suti atganchini ishlab bozorga solgan Urumchi hayot soda cheklik shirkati alohida talab qilgan. Sevgili do'stlar, Oshpaz keldi programmamizning har bir sonida biz turli tomoqlarni birga etishni o'rganyapmiz. Albatta, bugungi sonimizda biz yana bir usta oshpazni chaqirib keldik. Ya'ni Xinjiang Hardambaq yemek-ichmek pay hasadorlik cheklik shirkati Yan'an yo'li bosh do'konidagi maxsus sovuq sayga mas'ul bo'lgan Umarjon ustam. Xush kelibsiz Umarjon ustam, qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, shu ekran oldidagi do'stlarimizga salomingizni bir yo'l aytamsiz. Yaxshimsizlar, men Hardambaq yemek-ichmek pay cheklik shirkatidan kelgan, yangi yo'lga joylashgan birinchi bosh do'kondan sovuq say ustam Umarjon. Qarshi olamiz. Xush kelibsiz Umarjon ustam. Demak, bugun sovuq say yetishni o'rganib olmoqchimanmi? Ha, sovuq say yetishni o'rganaman. Undaq bo'lsa, bugungi shu sovuq sayning ismi bo'lsa, Joma Dusi deymiz, chuchmal qerin qalamchisi deb ataymiz. Chuchmal qerin qalamchisi, ya'ni Joma Dusi deydiganmiz shunaqo. Undaqda shu boshlanishda do'stlarimizga bugungi shu sovuq say ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Buning asosiy materiali kala qo'saq. Kala qo'saq ishlatadi ekanmiz shunaqo. 2 odamga masalan 2 odamga qilmoqchi bo'lib qolsak 200 grammdan 300 grammgacha atrofida qo'saq ishlasak bo'ldi. Undaq bo'lsa, agar 2 odam yeydiq desanglar, 300 gramm atrofida shu qo'saq, ya'ni kala qerini tayyor qilsak bo'ldi ekan shunaqo. Xo'sh, kalaning qo'sig'i tayyor bo'ldi. Undan boshqa yana piyoz ketadi ekan. Piyoz. Buni endi kala qo'saqni qaynatishda ishlatamiz. Buni qaynatishda. Undan boshqa yana shu ko'k qizil laza, undan bosh piyoz ketadi ekan shunaqo. Unda biz asosiyatan ketadigan materiallarni tayyor qilib oldik. Endi xurushlar bo'lsa, xurushlardan bo'lsa, qaynatadiganqa endi shunchu, lauchu, meijishen qaynatadigan joyda ishlatamiz. Undan boshqa tuz, shunaqo, tuz ketadi ekan, shakar ketadi ekan. Undan keyin jifen. To'xtam tutqusiniki uvoq qismi. Jijingning uvoqi, jifen deb ataydi ekanmiz. Undan boshqa chanalgan samsaq. Xo'sh, undan boshqa oq achchiq suv, shunaqmi? Oq achchiq suv, baychu, xongyou deb qo'yamiz buni. Lajao ketdi. Bu ham texmi xushpuroq qildi shunaqo. Rang kirgizib. Amiliq ochiqqa amroq do'stlarimiz,
Kök qızıl lazının açığıdan sən razı olmasa, ondaq bolsa mana şundaq lacao yoğ səvəsin buldu. Bu huacao yoğ şunamı, huacao yoğ. Bu mu bəkçi qayırlarda ba. Əgər bu bolmay qalsa, huacaoni mayda özümüz zalı qılıbla mayının özünün təmini tanışıb alsaq болады. Doğru. Bu bolsa may. Bu bolsa malayo. Malayo. Xong yoğ bilan malayo ikisidən birisini salsaq bulamdı adət öylə. Əmdi o xong yoğununki təmi əmdi açıq çıxdı emasmı? Açıq çıxqanca da ondan sırt yana seyinin özüge rəng kirgiziş rolu var. Bu tamakla bek oxşaptı. Qandaq etkendi? Rast bek o'xshabdi. Taomlarni bek lezzetlik bilan o'xshatgan. Qadimiychilar bek yaxshi bo'lmay, bu may bilan ashtaamdan lezzatga to'lmay. Qadimiy Chino yurishlik mayları. Xo'jayin, tam-tanshaydigan ustam yo'q, zakaz bek ko'p qandaq qilamiz? Nemanchi jiddiyliksan? Ustam bo'lmasa, mana men bag'o, ansirma, zakasni to'xtatma. Oshpaz ustamli bo'ladi ekan, ansirash behojat. Mehmonlar, ta'mi qandaqroq bo'pti? Ustam almashgan o'xshamamdi. Ta'mi burunqidan yaxshi bo'pti. Bu ta'mimizga bek yoqdi. Oshpaz ustam tetit qo'ldiring. Undaq bolsa hazır məşğulatımız başlap baqamdı. Başlandı. Xo'sh, aldı bilan menimcha bolsa mush qeyrini yeb olamiz shunami. Buni bir suvda pishirib olamiz. Bu xam qeyringa. Buni ham qanchalik vaqt pishiramiz? Bu qo'saqninki hamda oilda pishirdan shu qolsa uzoqroq vaqt ketadi. Shu 2 soat atrofida qaynatadigan gap. Shu bu hamda kali qo'saq bo'lgandan keyin sal qattiqroq. Shunda bo'lgandan keyin sal bekrak pishirib etmasak bo'lmaydimi? Undaq bolsa aldı bilan biz mushu qeyrini to'g'rib olamdik, qo'saqni. Buni to'g'rab salamdik, yap. To'g'ramaylam putin solamiz. Putin soldik ekanmiz. To'g'ramaylam putin solamiz. Xo'sh, mana hozir biz kichikgina ko'rig'a suv qo'yib oldik, shunaqa, sovuq suv qo'yib oldik. Amdiki mashg'ulotimiz bo'lsa, mushu qeyrini qo'yamiz yoki tam-tamshamdik. Suvni boshda ta'min tanishib olamiz. Tuzni muvofiq miqdorda silib, suvni tanishib olib, muvofiq miqdorda shakar. Amdi chifen, shunaqa, ya'ni chijingning uvuqi, chifen. Jijin fondan muvofiq miqdorda silib, buni yana suvda bir aralashtirib o'tmasak, bu uvoq holatda bo'lgandan keyin erimaydi. Anadagi buningga rang tangshash uchun shoncho, lovcho, mejishan bir narsalardan qo'yamiz. Bunda endi shonchoni sal jiqroq qo'yamiz. Anadagi rang tangshaydiganga lovchodan ozroq qo'yamiz. Lovchoni rang tangshash roliga ega deb biz soldik ekanmiz. Endi bu yerda mejishan bor. Mejishanni qo'yishimizdagi sabab endi qo'saqdagi ma'lum bir kuchli puroqlar bo'ladi-ku. Shu kuchli puroqni yo'qotish uchun mejishandan ozroq qo'yamiz. Qaynatib olganingizda, tez qayndi hozir. Qaynab naq vaqti keldi-ku bu. Qaynab naq vaqti kelganingizda endi qo'saqni solamiz. Endi buningga ozroq endi saydan solibchu. So'ng piyozdan ta'min kirgizish uchun so'ng piyozdan ozroq solamiz. Biz yalpaq holat to'g'ri oldik ekanmiz, kelisini shunaqa. Anadan sinjang. Sinjang bilan so'ng piyoz soldik. So'ng piyoz bilan sinjang. Bugün uyga mehmondur ata va ona. Tamoqlarim o'xshaydi bulg'ashaqdan. Lazzat berar shafdan, lazzat berar shafdan. Ishonch bordur har uyda bulg'ashaqdan. Lazzat berar shafdan, lazzat berar shafdan. Uyimizda shod bayram bulg'ashaqdan. Şah taam yurishlik mayları. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apana keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'gi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli hidini topaman. Huzur to'gi suti atgan chayi. Xo'sh, ekrandagi suyimli do'stlar, mana 2 soat vaqtni to'shdi. Hozir shu qo'saq qarab baqamdik. Bo'ldi. Xo'sh, Umarjon ustam. Ajab chiroyli chiqibdi, rangi demisimi? Boya mush oqishroqdi. Hozir qiniqroq chiqibdi. Uning ustiga ozroq ko'pibdi shundaqa. Bek chiroyli chiqibdi. To'limi chiroyli holatda tayyor bo'libdi mana do'stlar. Hozir pursaqmi, tayyorlam. Shundaqa mishta yesakmi bo'ldi ekan. Mishta yesakmi bo'ldi. Endi bu so'g'oq sevganki cho'qim billaymiz emasmi? Shunaq. Xo'sh, unda bo'lsa qo'saqni pishirib avaldik. Xo'sh, Umarjon ustam, undaq bo'lsa biz hozir tangshash holatiga o'tdik ekanmiz. Oldi bilan qiyrini endi to'g'ramdik, yamishlar butun bitdi. Qiyrini bir to'g'rab olamiz. Endi to'g'raydi ekanmiz.
qanday shaklda to'g'ri olsak bular? Buni sir alati to'g'ri olsak bo'ladi. Sir uzuncha qavatda shunaqa. Ash maxfiy reseptlar bo'lsa, cho'qim bizga mana bundaqchimi deb aytib qilasiz juma. Buni bir yaladili chiqarib qarasa, o'xshamagan narsalar dikkida paydo bo'lib qolmasin, Umarjon usta. Bo'ldi. Xo'sh, unda bo'lsa, odatda shu sovuq say qilganda sizningcha eng nimaga diqqat qilish kerak? Endi bu sovuq say qilgan chog'da birinchi bo'lib shu pokizlikka diqqat qilamiz. Bevosita shu qo'limiz bilan tutadigan bo'lgandan keyin, shuni shu qo'limizga palay kiyib, pokizlik. Andan keyin menimcha bo'lsa, shu yemaklikning, yana shu materialga bo'lgan talabni yuqori deyman. Cho'qim chiroyli, yangi bo'lgan materiallar ishlasak sovuq say, chunki iliq maydan yoki yog'dan o'tmagan bo'lgandan keyin shunga rangini biz bir qarab bilib olamiz. Qonsaymi, yangi say, ha? Endi bu qo'saqni qo'rsaqmi payzi bo'ldi, masalan, lozlar bilan. Xo'sh, mana hozir biz qo'saqni shunday chiroyli to'g'rib oldik, yana uzunchaq, shunday yipsa holatda to'g'rib oldik. Endiki mashg'ulotimiz bo'lsa, piyozni to'g'rib oldik ekanmiz, ha? Piyozni o'xshash shu sir holatda uzunchaq qilib to'g'raymiz. Piyozni to'g'rib oldik. Endi qizil loza shunday. Ko'klar sevsakmi bo'lamdi? Ko'klar sevsakmi bo'ldi? Yeshilroq chiqadi. Qizil loza deb ishlasak bo'ldi ekan, ha? O'zimizdan o'xshash sir holati to'g'ri. Shunday. Xo'sh, mana materiallarning to'g'rash bosqichini oxirlashdi. Endi biz qanday qilamiz? Ilashtirib, tam kirgizimiz faqatgina. Xo'sh. Oldi bilan qiyrinni, qo'saqni solamiz. Piyoz, qiyrinning ustiga piyoz. Qizil loza. Piyozning yeshil qismi. Bek chiroyli chiqdi mana, seriq, oq, qizil, yeshil shunaqa marvoyatdek har xil rang-rang chiqdi. Shun do'stlarimiz sovuq say yeyishni bek yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Issiq sayning mehri boshqa, sovuq sayning mehri boshqa shunaqa. Xo'sh, endi biz shu tayyor qilgan taomlarga bir tam kirgizib boqaylik, ha? Eng avval tuz. Tuzni muvofiq miqdorda. Tuzning shu tetitqular shohi deydi ekan, shunaqa. Tuz olmasa har qanday bir tamoq o'xshamaydi, endi tam kirmaydi. Shunaqa. Ana degan chifin. Agar chifin bo'lmasa, do'stlarimiz cheching ishlasin bo'ldi ekan. Ana degan muvofiq miqdorda samsax, chanag'an samsaxni solamiz. Ana keyin muvofiq miqdorda oq achchiq suv. Oq achchiq suv. Mush oq achchiq suvni ishlatishni men toz degandek bilib ketmaydi ekanman. Buni asosan sovuq saylarga ishlatamiz shunday. Sovuq saylarga jiqroq ishlatib bizlar. Oq achchiq suv. Ana keyin shunchu. Bunimi rang tangshash. Tam tangshash. Lavchoning rang tangshash. Lavchoningki rang tangshash, shunchuningki tam tangshash. Ana keyin malayo. Bu bek chiroyli chiqirdi deyman, sayni. Keyin yana xo'jayo. Keyin muvofiq miqdorda lajoyo. Achchiqroq yemakchi bo'lsa, jiqroq qo'ysin bo'ldi. Ya bo'lmasa, bek achchiq yemay qoldi, Allah bo'lsa. Samsa bo'ladimi? Samsa bo'ladi. Samsaxmi bo'ldi ekan, biz ham shu hardanbaq yemak-ishmak Payyasadarlıq çəklik şirkəti, yəni ən yo'lidagi bosh do'konining talabi bo'yicha qilyapmiz hozir shunaqa. Endi uyda biz manaslar yo'qdi, kanti yoki mani yemaydim, bak ochiqni xalmaydim deydigan do'stlarimiz bo'lsa, yuqori masalan lajoyo, xo'jayolarni sammisimi bo'ladi ekan shunaqa. Xo'sh, biz aralashtirib olamiz. Tanışgan vaqtimizda azroq tiliqi suluqroq bo'lsa-mu bo'ladi ekan. Ba'zi men odatda deylik, mifam bilan bevosita yemakchi bo'lsa, azroq shu o'ziniki qaynatgandagi tongdan azroq qo'yib olsak bo'ladi. Ha, mushu sayning ichiga shunaqa. Endi mani odatda qo'rim saylar bilan yoki milliy tamoqlar bilan birga yemakchi bo'lsa, sovuq say holatda tongning o'zini qo'ymay qilsin bo'ladi. Qurg'oqroq shu ostidagi tongni suyini qo'ymasa-ham bo'ldi ekan. Agar uyda masalan nonlar bilan yoki muammolar bilan, mifalar bilan yeydim desangiz, boy biz shu qerini qaynatib olgan suvni, sho'rpisini azroq to'kvasak bo'ldi ekan shunaqa. Yaxshi tam tabiatdan keladi. Yaxshi meva, yaxshi tan beradi. Siz yoqtiradigan tamni tangshalgan, tabiiy materiallarda to'jupilab ishlangan ko'kchi quvvat suyini har kuni xushallik bilan iching. Bu quvvat o'xshamaydigan quvvat. Koni his tuyg'ularni uyg'ota oladigan quvvat. Tabiatga eng yaqin quvvat.
jon, ko'kchi quvvat suyi. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Ekrandagi sevimli do'stlar, Aşpez Geldi programımızdan nishodidu. Mana hozir Ömercan ustam o'z qo'l bilan bizga chuchmal qiyrin qalamchisi so'g'uq sayni tayyor qilib berdi. Shundaqmi chiroyli tizib oldik. Undaq bo'lsa, bir eg'iztiga baho berib baqamliq Ömercan ustam. Xo'sh, mushtung baho berishdan burun biz hozir o'shku suti atgan chiyiga azroq eg'iz tegayliya. Boya siz tamoq qilib yerib charchab ketdingiz. Azroq qoldiringizni bir nam deb eling. Qani. Xo'sh, undaq bo'lsa Ömercan ustam eg'iz tegib baqayliya. Bo'ldi. Shundaq payz qurdi. Qiyrinda musuma bak yeyishlik. Men bak yaxshi ko'rman qiyrin yeyishni. Qiyringa laza piyozni qo'shib bak yaxshi qildik. Qiyrin bekmi yumshoq pishmabdi, ammo bekmi qattiq emas. Dal joyda shunaqa. Bek qattiq bo'lib ketsa, chaynab yerib qoldi ekansiz. Ammo ma qiyrin bo'lsa, shunaq kichik bolalarimiz yemaydi shunaqa. Ammo ma qiyrining bo'lsa ichiga iliqib boy biz tangshigan tamning hammasi bo'pti, ha. Hozir shu samsaq ta'mimiz shunday joyda ekan, undagi piyoz ta'mimiz intayin joyda ekan. Buni ham menimcha o'zi mehmonlik chiqarsaqmi bek yaxshi muvofiq bo'ldi ekan shunaqa. Odatda buni ham oshxonalarda 48 qo'yga sotadi shunaqa. 48 qo'yga sotadi. Albatta o'z qo'limiz bilan qilsaqmi, uning mehri boshqacha bo'ldi, ha. Sevimli do'stlar, bugungi Aşpez Geldi programmamizda Ömercan ustam bizga o'z qo'li bilan chuchmal qiyrin qalamchisi, ya'ni so'g'uq sayni itishni o'rgatib qo'ydi. Menimcha bo'lsa, mush oilada qilishga intayin mos keladigan bir xil so'g'uq sayning turga shunaqa. Bu itilishi oddiy ketadigan materiallar bekmi chiq emas ekan. Xo'sh, albatta programmamizda buningdan boshqa yana har xil sarxil tamoqlarni itishni o'rgatamiz. Shuningdek, do'stlarimizning har vaqt programmamizni yoqtirib ko'rishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sevimli do'stlar, undaqda bugungi programmamiz mushada oxirlash oldi turadi. Programmamizni izchil qo'llab kelayotgan shunaqlar tajidorligini olgan Aydiliya Çay Tamlarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa yana programmamizni izchil qo'llab kelayotgan qadimiy Chinoy yurishlik maylarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Albatta yana huzur to'ygi suti atganchi va o'shki suti atganchini ishlab bozor sog'an Ürümçi Hayat Soda Şekil Şirketiga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa yana bugungi programmamizga taklif bilan qatnashgan Xinjiang Hardambaq yemak ishmak payasidorlik cheklik shirkati Yan'an yo'li bosh do'konidagi bugungi aşpaz ustam, ya'ni Ömercan ustamga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Undaq bo'lsa, sevimli do'stlar, kelaksan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati Ziya Zaytun yig'i oldin tanlashingiz bo'lsin. O'riqlay desangiz, Ömür cho'lpini tantiman kollagenlik aqsil oziqlik talqinini iste'mol qiling. Figura o'riqlatish yurishliklari badan go'zalligingizga asos solg'usi. Mukmuk markalik ochiq chuchuk tofuqiqi va kabob tamlik tofuqiqi sizga esil tam ata qiladi. Cho'nglarga vafodorlik yetkazishdagi yaxshi tanlashingiz Milanda sap alqat sharbati. Janbarda Soda Cheklik shirkatining Xinhua janubiy yo'liga joylashgan Ardil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetitqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarga to'piliq. Yemeklik xurishlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Ardil yemeklik xurishlari do'koni. Ardil